Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Biz ayni paytda Sharof Rashidov tumanidagi 36-sonli maktabga kasbiy rivojlanish soati tadbirlarini o'rganish uchun kelyapmiz. Bugun ijtimoiy fanlar yo'nalishida kasbiy rivojlanish soatlari tashkil etiladi. Hurmatli ustozlar, nihoyat ijtimoiy fanlar yo'nalishida ham kasbiy rivojlanish kuni va soat tadbirlari boshlandi. Biz ishonamiz sizga, ish tajribalaringizni yetakchi ustoz bilan baham ko'rib, o'sha yangiligingizni olib chiqasiz. Maktabgacha Maktab ta'lim vazirligining 216 sonli buyrug'iga asosan bu jarayon tashkil qilinganidan xabaringiz bor. O'rganishingiz kerak. Kasbiy rivojlanish kunida ham aynan yo'nalishingiz doirasida o'zingizni bilim, tajribalaringizni o'rganish bilan birga baham ko'rasiz. Bugungi darsimizda bizga topshiriq berildi. Imtihonda shaxsiy va kasbiy rivojlanish maqsad va natijalari. Albatta bu mavzuga qarashimizdan shu ma'lumki, shaxsiy va kasbiy rivojlanishda avvalambor o'qituvchining o'zi mukammal bo'lishi kerak. Shaxsiy hayotimiz bilan albatta kasbimiz ham bog'langan. Mazmunini mushuk bilan hal nima qiladi? Ko'pchilik qo'ldan o'tishingiz kerak. Qaysi yo'ldan ketasan deganda Alisa o'sha noqul yo'ldan ketishni nima qiladi? Suhbati bor edi, o'zi nima bo'lyapti? Qisqa ma'lum mazmunda aytib o'tib ketyapman. Mana iltimos qaysi yo'ldan borishni ayta olasizmi? O'zing qayerda bo'lishing xohlayotganiga bog'liq. Ya'ni o'sha kasbda ham, shaxsiy hayotda ham albatta bitta yo'lni tanlaymiz, o'shanga qarab rejalashtiramiz. Murakkab savollarga ingliz charchaydi. Bizga manimcha shu niyat harakatimizga bog'liq to'g'ri. Ikkinchisi. Ahmisiz-chi? Kecha dars xarakter hamma xarakteriga bog'liq. Kechagi darsimizda ham, kursimizda ham, lekin ko'pchilik ikkinchi harakatga bog'liq degan so'z odam jalb qiladi. Demak, hayot yo'lida maqsadsiz yurish adashishga teng, ammo ta'lim sening qo'lingda. Haqiqatan shunday. Ta'lim bizning qo'limizda. Ko'pchilik manimcha o'zida noaniq niyat harakatga bog'liq tanlov tanladi. Lekin birinchi tanlovda tanlasa bo'ladi sababi yani murakkab lekin kuchli sabablar. Manimcha yo'lishlar bor. Bo'lsa o'tdi